Da bola, cho'tta bu narsa menga yoqmayapti. Demak, bizga ham yaqin ekan. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Ilya bola. Men bu yomon xabar bilan nima desam bo'ladi? O'sha video sabab bo'lar. Shu kunlarda bizga yangiliklarda ko'rsatgan edi. Qarochi bolalar kislotali yomg'ir bo'lar ekanmish. O'sha narsadan hozir alomatini ko'rdinglar, qo'limdagi narsa edi. Biz nimadir qilib o'zimizga tezlik bilan bunker qurishimiz kerak, chunki jitlar doimgidek qishloqda yo'q. Bir o'zimman, shuning uchun men o'zimga kislotali yomg'irdan himoyalanish uchun bunker qurishim kerak. Nuda bo'lar. Demak, gazini bosamiz. Davaychi bo'lar. Biz bunkerni mana bu yerdan quramiz. Avval biz bunkerga tushishdan bu safar tepasini oldindan xalq olamiz bo'lar. Mana bunday betonlarni olib, qaroch masjid xalqamiz nima aytsa bo'lar, bu yerda bunker borligini bildirish uchun mana bunday narsa qilaman. Bezopasniy belgi deganday bilsam bo'ladi, bu yerni mana bo'ldi. Endi biz bo'lar bunkerni qurishni boshlaymiz. Avvalambor bizga juda ham kuchli lyuk kerak bo'ladi. Bu qanday desanglar bo'lar, bu sverxpatromni juda ham qattiq lyuk, bu oddiy metaldan qilinmagan bo'lar. Mana chetlariga mana belgilar qilingan spesialni bo'l. Endi bo'lar xo'p. Xushsiga mana bunaqa narsalar qo'yamiz, belgilar. Xo'p, bo'ldi, bezopasnost. Endi lyuk yopib, nashnoy zelich olamiz. Xo'p, endi bo'lar ishni boshlasak. Ishni bir chetdan boshlaymiz bo'lar. Tak. Xo'p, avvalambor bizga oddiy narvonlar bo'lgan aql, chunki kislota temirli narvonlarni eritib oladi. Biz oddiy narvonlardan foydalanamiz. Xo'p, oddiy narvonlardan foydalangan bo'lsak, biz oddiy narvonlardan foydalanib bo'ldik va pastga qarab o'zimizning bunkerni qurishni boshladik. Lekin biz bunkerni eshigini 4 ta kattalik qilamiz. Nimaga desanglar bo'lar, hozir ko'rasizlar. Xo'p, qaranglar bo'lar. Xullas, bizda mana bunday qattiq temir eshik bor. Shuni ishlatmoqchimiz. Xo'p, mana shu temir eshikni qo'yamiz. Hoppa, tak, qani. Nega qo'yilmayapti, tushunmayapman men. Axir qo'yilishi kerak-ku, xo'sh. Bo'ldi, qo'yildi bo'lar. Mana shu yerga uchaman, mana bu lyukni ochaman va pastga uchaman yana. Xo'p, bu yerga tushgandan so'ng menga yana ozgina narvon kerak bo'ladi. Mana bo'ldi, mana shu yerdan narvondan chiqib olamiz. Bunday chiqamizda. Yo'q. Mana bu yerdan chiqar ekanmiz narvonda. Tak. Nima xalaq beryapti men chiqishimga? Ha, bo'ldi. Bunday chiqar ekanmizda. Keyin bu yerga chiqar ekanmiz, bo'ldi. Endi bo'lar biz lyukni yopamiz. Lyukni yopganimizdan so'ng bizga bu yerga bitta narsa. Biz mana shu yerdan bunkerni qurishni boshladik. Let's go. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, podдержка qilinglar doimgidek. Bizga juda ham katta bunker kerak emas, chunki shu soatlar ichida kislotali yomg'ir boshlanishi mumkin. Biz o'zimizga mini yomg'irdan himoyalanadigan bunker quramiz bo'lar. Bunkerni nimadan qursam ekan deyapman, temirdan qursam ekan deyapman. Temir bo'lar erib ketishi mumkin. Shuning uchun bizda super bitta temir bor, o'shani ishlatmoqchiman bo'lar. U uncha narsaga erimaydi. Yomg'ir bu yoqqa tushmaydi deb o'ylayman. Shu ikki taraf mana shu bunker kattaligi bizga bo'ladi. Yana bitta ozgina devor sal kattaytiraylik, bo'ldi. Xo'sh. Endi bizda mana bu yerda xuddi shu temirlar bor. Mana qanaqa blok sizlar, mana bunday blok bo'ladi. Shu temir bilan biz himoyalanamiz. Tak, bu oddiy temir emas, juda ham qattiq temir. Oddiy temirdan 5-6 barobar qalin. Bunda super anaqa nima deydi? Moddalar qo'shilgan. Kislotayu, даже meteoritlarni ham qaytarishga kuchi yetadi. Uncha emas, ozgina buzilishi mumkin, lekin kuchi yetadi bo'lar. Gapimga ishonaveringlar, men sizlarni aldamayman. Xo'p, mana endi sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men tirik qolishim uchun desam ham bo'ladi bo'lar. Xo'p, bunkerimiz chidaydimi, chidamaydi-mi bilmadim-ku, uni video davomida bilib olamiz endi. To'g'ri, ana o'sha bo'shalayapti, kompyuterim qo'tyapti bo'lar, shu yaqinga o'xshayapti, shuncha tezlashishimiz kerak. Xo'p, bo'ldi, xo'p, mana keyin, xo'p, tezlik bilan ishlash kerak. Xo'p. Hop. Mana bu yerlarni yo'qlash kerak. Ana endi tak, bunday, xo'p. Mana bu yerda bunday qilib ikkitalik chiqish sistemasi bo'ladi. Bo'ldi. Tayyor, cho'chimaslik ham bo'ladi. Endi polni qilmayapmiz.
polni ham qilamiz. Davay, xo'sh, tak, mana. Agar siz hozir mening kanalimga obuna bo'lsangiz, men obunachilarimga yoki pulga muhtoj bo'lgan odamlar uchun har bitta obunachi uchun 50 so'mdan beraman. Ya'ni bu degani 100 ta obunachi 5000 so'm, 1000 ta obunachi 50000 so'm. Va albatta buni Telegram kanalimda buni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda konkurs qilib, pulni aynan kimga berishimizni aniqlab olamiz. Bu degani obuna bo'ling va o'zingiz voy qiling yoki meni kambag'al qiling. Aytgancha Telegram kanaliga obuna bo'lib konkursga tashib qo'yinglar. Hop. Juda ham xunuk ko'rinishi mumkin, lekin bizda hozir chiroy muhim emas, himoya muhim bo'ladi. Hop. Xo'sh, endi nima qilsak bo'ladi? Xo'p, bolalar, bizda mana bu yerda yotoqxona bo'ladi, tak mana yotoqxona va bizda bunday katta shkaf bo'ladi. To'g'risida sababi bolalar, men vaqtida uyg'onib turishim uchun mana. Xo'p, ana endi bizda mana bu yerda o'zimga qarab olishim uchun oyna kerak bo'lib qolar balkim, bo'ldi. Hamma narsani bitta shu xonaga sig'dirishimiz kerak. Bo'ldi, yotoqxona. Mana bu shkaf mana bu yerga qo'yamiz, menimcha bo'ldi. Mana bu yerning bo'ladi, sizlar bo'ladi-da, baba o'zim yashar ekanman, shuning uchun bu yerda hojatxona bo'ladi, bolalar. Kulmanglar bolalar, rostdan bir o'zim yashar ekanman, mana shu yerda hojatxona bo'ladi. Va mana bu yerda esa rakvina bo'ladi. Hojatxona baribir noqulay, shuning uchun mana bu yerda ko'rinmagani ham ma'qul desak ham bo'ladi. Tak, mana bunday qilib yopib qo'ysak ham bo'ladi. Tak. Qanday desanglar, buni eshikni olib, bunday qilib yopib qo'yamiz bolalar. Mana bunday va mana bunday va mana bunday qilib. Mana bu shkafni ochsa bo'ladi bolalar, bemalol shkaf ochiladi. Hozir bunday qilib hojatxonaga kirib, ish bajarib, keyin chiqib ketaveramiz bolalar. Da. Rakvina esa rakvina mana bu yerda turadi. Mana bu yerda bu nima ekan bu? Ko'z o'yini, xullas o'sha tilimiz chiqib ketdi. Xo'p, endi qo'l sochiqlar ilib qo'yamiz bu yerga. Bo'ldi. Xo'p, endi esa bu magazdan chiqibdi, mana bu yerga ilib qo'yamiz, mayli. Xo'p, bo'ldi. Bu yer endi takrorlasak bo'ladi. Hojatxona, yotoqxona, bu yerda bitta qilib ishlash zonasi va ovqatlanish zonasini bitta qilib ketamiz bolalar. Mana qaranglar bolalar. Zerikmaslik uchun baliqlar qo'yamiz. Baliqlarni mana bu yerga tiqsak bo'lar, yo'q bo'lmas ekan. Akvarium mana bu yerga tiqamiz bolalar. Mana shu yerga tiqamiz. Cho'tga turibdi bolalar. Soatni yana bitta soat, ko'proq soat qo'yamiz va xo'p, mana bu yerda bizda ishlash zonasi va ovqatlanish bo'ladi. Mana shunday turadi. Nima qilsanglar bolalar, mana bu yerda mening notebookim turadi. Mana bu yerda notebook va mana bu yerda esa oziq-ovqat, takoy себе mana choy pila, mana bunday va talerkalar, ovqatlanish uchun mana hammasini bitta joyga sig'dirishimiz kerak va bizga mana bunday bitta kursi kerak bo'ladi. Kursi bo'ldi, mana shunday o'tiraman. Mana bunday o'tiraman-da, mana bunday notebookni ishlaman, mana choyimni ichib, ovqatimni yeb, dabol. Endi xo'p. Endi mana bu yerga qush ilib qo'yamiz zerikmaslik uchun. Biz endi yana zerikmasligimiz uchun bu yerga televizor o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Bu вообще gigant ekan bo'ladi. Bizga mana bunday televizor ham bo'laveradi-da. Mana shu televizor ma'qul, mana bunday kelaman. Bunday yotoqxona, baliqlarga qarab, televizor ko'rib, takoy себе. Endi bu yerda ham alohida xonaga bo'lib qo'yganimiz ma'qul degan ideya keldi bolalar. Bunday chiroyli qilib, bunday qilib, bu yerda ham alohida xonaga bo'lib qo'yamiz. Bunday kiraman, yotoqxona, dam olaman, chiqaman, ishlash zonasi. Bu yerda rakvinani-chi bola yaxshisi, mana yo'lga qo'yib qo'yamiz. Mana qo'ysak ham bo'lar ekan axir. Aytmaysizlarmi bolalar, bo'ldi mana shu yerda. Mana shuncha joy bo'sh qoladi. Bu yerda nima qilamiz sizlar bolalar? Bu yerda nima qilsak bo'ladi? Bu yerga yo'q, bo'sh qolmayapti ekan bolalar. Sababi bu yerni himoya zonasi qilamiz-da. Nima qanaqa himoya zona yana qildik-ku desanglar bolalar, manaki. Qaranglar bolalar. Xo'p, bizga hozir ikkita eshik kerak. Juda ham qattiq eshiklar. Mana bunday eshiklar bor bizda, hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bunaqa ikkita eshiklar bor. Bittasini bu yerga qo'yamiz, bittasini esa tak mana bu yerga qo'yamiz. Ana bolalar cho'tki bo'lib bunday qo'shadi bolalar.
bu blok ichiga kiriladi. Bu bilaverlar, mana shuning uchun mana bunday qilib yopib qo'yamiz bolalar. Ana cho'tki bo'ldi. Bunkerimiz endi juda ham xo'ya bo'ldi. Menimcha yomg'ir boshlanadi. Men endi bu yerdan chiqmayman, bu yerni yopib qo'yaman. Xo'p, endi bizga bolalar yorug'lik sistemasi doimgidek o'zimizning super puper o'z yonib turuvchi lampalarimizni qo'yamizda. Qanday bolalar, mana o'zi yonib turadi. Xo'sh, mana bu yerga bitta, bu yerga bitta va yana bu yerga bitta, yotoqxonaga bitta, hojatxonaga bitta. Bo'ldi, cho'tki bo'ldi. Menimcha endi o'tirib ishlarimni qilsam bo'ladi. Sizlar bilan xayrlasham bolalar. Bugun bizga kislotali yomg'irda uxlanish o'zimizga bunker qurdik va mana shu yerda omon qolishga harakat qilaman. Endi shu yerda tashqariga chiqmay o'tiraman. Menimcha 5-6 soat sizlar bilan xayrlashaman. Videoga like bosash, kanalga obuna bo'lish, qo'ng'iroqcha bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan ila bo'ldi.